Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysı joylarida yaşayotgan aziz vatandaşlar. Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın Bilim Güç Qararlıq Tor söhbütünün 22. bölümüge hoş geldinler. Bugünkü bu söhbütümüzde hemimizi tanıştık olan lager şahitimiz Gülbar Hatıvacı Hanım bizi bilen birle hoş geldiniz. Rahmet. Diasporadaki bütün Uygurlar sizni tanıydı elbette. Şundak bolsunmu özünüzden kısaca bir tanıştık etken bolsunuz. Buldu. Salam qarindaşlar. Ben lager şahidi Gülbar Bölüme. 1966 yılı vatanımız Şarkı Türkistan'daki Gulcu şehrinde doğulup 88 yılı Ürümçi Neft İnstitutunu bitirgenden keyin Qarmay şehriga xizmatga chiqdim. Xizmat ishlash jarayonida biz Xitoylar tarafidan mayli xizmat taqsimoti bo'lsin, mayli xizmatni o'stirish yoki maosh taqsimotida bo'lsin, chetga qilishga boshladik. Uning keyindan nurg'ulg'an oliy maktab o'quvchilari o'qishni bitirgandan keyin xizmat topolmaydigan, undan boshqa xizmatchi qabul qiladigan idora jamiyatlar oshkora Uyg'urlarni qabul qilmaymiz deb e'lonlarni berishga boshlagan vaqtda biz ikki qizimizniki kelgusi ansirab vatanni tashlab 2002 yili yo'ldoshim Fransiyaga chiqib o'ltiraqlashdi. Men 2006 yili ikki qizimni elib Fransiyaga keldim. 2016 yılga kadar ben 10 yıl şu Fransiyada yaşagan. 2016 yılının ahiri ben Xitoy hukumatınınki aldab chaqirtishi bilan vatanimiz Sharq Turkistonga qaytib berib, Xitoyning jazo lagerlari va tutib turish o'rinlarida 3 yilga yaqin turib keldim. Mushu 3 yil jarayonida Xitoyninki Uyg'urlarga elib berayotgan irqiy qirg'inchiliklari, zo'rliqlariga şahit bo'ldim va shu yerda shularninki shu taqdirlarga taqdirdaş buldum. Siz ve sizge okşaşmış lager şahitlerimiz vatandan lagerden kutulgandan keyin to'xtamay dava anlatıp kelyapsizlar. Nurg'un medialar bardinglar, her yerde bularga faaliyetlerge bardinglar. Mushu davanın mushu her yerde anlatış jarayonida, medialar anlatış jarayonida qandaq bir hissiyatlar bo'ldingiz, yani qandaq his qildingiz davoyimiz qaysi darajada ekan deganini qanday his qildingiz? Dastlabda Fransiyaga chiqqan vaqtida Xitoyninki tahdidi bo'lganligi uchun men oshkora guvohlik beramadim, 1 yildan ortiq. Uning keyindan men shu beshindan o'tgan haqiqiy voqealarni, shu millatimizning beshiga kelgan shu zulmni kitob qilib yezib chiqdim. Kitob 2021 yili 1-oyning 13-kuni nashrdan chiqdi. Kitap nashrdan chiqqandan keyin men o'zim oshkora guvohlik berishga boshladim. Mushu guvohlik berish jarayonida nurg'ulg'an chet elda yashayotgan insonlarningki millatimizning beshiga kelgan shu zulmdan xabari yo'qligini, bilmaydiganligini his qildim. Shuning bilan men texmi bir xil millatimiz uchun texmi jiq so'zlashimiz kerakligini, texmi jiq guvohliklarni berishimiz kerakligini, mush chet elda yashayotganlarninki Xitoydan qo'rqmasdan mush oldiga chiqib millatimiz uchun davomli kurash qilishimiz kerakligini men his qildim. Rahmat. Hozir siz kitap to'g'riliq dedingiz, zaten men shu to'g'ri so'ramoqchidim. Kitap bir tarix, kitap bir dastur. Şu kitap bizning kelgusimizga, bizning ko'rgan kunlarimizni, millatimiz tatgan zulmlarini kelgusimizga, kelgusi millat, kelgusi avlodlarimizga va boshqa millatlarga, o'zimiz millatlarga anlatadigan bir tarixiy materialdir. Siz bu o'zingiz degandek chiqqandan keyin bir mazgil shu jimjit nim qildingiz, keyin bildikki siz o'zingizni beshingizni kechirganlar kitob yozibsiz. Bunun uchun sizni tabriklayman. Bu kitap to'g'riliq azaq so'zlar, mazmun azaq so'zsiz hamda qandaqlarcha bu kitobni yozishga niyat qilib qoldingiz. Bu kitobning keyingi tarjima qilish ahvollari to'g'risida so'zlab berganmisiz? Bo'ladi. Men dastlabda abim deb o'tgandek Xitoy hukumati mening pasportimni berdigan vaqtida men oshkora shu vatanni qolib qolgan urug' tuqqanlarimni tilga turib tahdid solgan. Shuning uchun dastlabki chiqqan vaqtimda oshkora guvohlik bermay yoshirin guvohlik berib keldim. Keyin mening oilamdagilar, yo'ldoshim, qizim menga to'xtamasdan meni rag'batlantirdi, menga madad berdi. Sen Xitoydan qo'rqmasdan oshkora oldiga chiqib so'zlashing kerakdi deb shundoq dedi.
Onun kayından biz şu Fransiyadaki bir jurnalist Gozan bilen tanıştım. O Gozan bilen kızımniki burundan alakası varken şu kızım arkalı o jurnalist bilen tanıştım. Tanışkandan keyin onun bilen paranış jarayonida o şu 5-dan o'tgan haqiqiy voqeliklarni kitap kılıp yazıp çıkışımızın gerekligini bu kitapniki milletimizniki bundan keyingi dava işleri üçün önümünün intayin yaxşı bo'lganligini manga degan vaqtda men dastlabda ma'qul dedim, biroq o'zimniki nomida e'lon qilmayman deb men yanala shu davomli Xitoydan qo'rqqan holatda turdim. Keyin kitap yozishga boshladi, kitap yozilib bir necha boblari tamomlangan vaqtida men o'qib her qandaq bir adam bir o'qisila men ekanligim aniq bilindi ekan. Shuning bilan men bu qattiq g'ayratga keldim. Uyamliklarga bana medet berdi. O'zimniki nomida e'lon qilsam, buningki unimining texmi yaxshi bo'lganligini, buning haqiqilik darajasiga butun xalqni ishontirdiganga, texim bakillik unimining yaxshi bo'lganligini degandan keyin men shuning bilan kitapni o'zimniki nomida e'lon qilishni qaror qildim. Degandek bu kitap o'zimning nomida e'lon qilingandan keyin nashrdan chiqqan vaqtida haqiqatan ta'siri pek yaxshi bo'ldi. Mayli jurnalistlar tarafidan bo'lsin, mayli Fransiya ichidagi xalq ichidagi o'qirmanlarning inkaslari bo'lsin, shunday yaxshi bo'ldi. Men har qatim shu o'qirmanlarning xatlarini topshirib olgan vaqtimda uning kaydan menga bergan ilhomlari, rag'batlarini o'qigan vaqtimda uning kaydan ularniki menga mush to'xtab qolmasdan davomli mush holatda milletim uchun kurash qilishni tavsiya qilgan vaqtida men o'zimniki intayin to'g'ri qilganligimni kitap yozish orqali qilganligimni shunday yani qaytadan bir his qildim. Men hozir o'zimning shu kitobim orqali şu milletimizin beshiga kelgan zulmni butun dunyoga anglata olganligimdan intayin xushal. Hozircha kitap şu turkcha, inglizcha, nemischa, ispancha, polshaning tili qatorliq bir 9 davlatning tiliga tarjima qilinib bo'ldi. Jami normalda 14 davlatning tiliga tarjima qilinmoqchi, qolganlari yana davomli tarjima qilinyapti. Sizlarning shu guvohlik berishinglar bilan bizning davoyimiz texim bir isbotliq bir shaklda, texim keng doirada nurg'uniyalarga anglitishda bir nurg'un foydasi bo'ldi. Nihoyatda kuchli bir rol o'ynadinglar. Sizlar o lagerni o'zingizlar ko'ngilni anglitib kelyapsizlar. Ama bizning bu davlatimiz, zaten bizim bu milletimiz, biz hammamiz burun bo'lsin, keyin bo'lsin shunday bir lagerdek bir hayotni yaşap kelyapmiz. Sizningcha shunday bir hayotni yashab kelgan Uyg'ur millati bo'lishibdimiz bilan bundan dastur bu davoni to'xtatmay anglitish kerakmi yoki ba'zi bir Uyg'urlar yana Xitoyning yumshoq siyosatini saqlayotgan yoki anam dadam o ta'siri bir zarar kelmasin deb mumkin olgan, jim turib olgan bu ahvollar bor. Bular shu Xitoyning yumshoq siyosatiga ishlanish kerakmi? Xitoyning shu yumshoq siyosatiga oldinib o'ltirib berish kerakmi? Milletimiz azaldan Xitoylar tarafidan chetga qiqilib, qirilib, bastırılıp, qaralli qaldı bir xil bastırılıp, qirilib kelyapti. Nurg'ulg'an begunoh xalqimiz lagerlarninki ichida o'lyapti, qiynalyapti. Balalar ota-onalardan ayrilyapti. Bukma ayollar erlerden, ailesinden, balalardan ayrılıp, şu yerda putlari kishanlangan holatda hech qanday erkinlik yo'q yashayapti. Men shular bilan shu yerda yashab keldim, shu Xitoyning zulmini ko'rib keldim, qirg'inchiliklarni. Endi bu lagerning ishchiliklarga mana shunday holatda yashayapti. Biroq turmani lagerning sirtidagilarmi hech qanday erkinlik yo'q, so'zlash erkinlik yo'q holatda Xitoydan qo'rqib bir xil tür üstü uçuk turmada yashagandek yashayapti. Endi biz chet elda yashayotganlar milletimizga ega chiqmasa, bizniki milletimiz intayin xatar ostida qolib qoldi. Chunki milletimiz hozir Uyg'urcha so'zlashimiz cheklangan, bolalarni xohlagancha maktablarga berilmaydi. Madaniyatimiz, milletimiz butunlay yo'qolish girdobida bo'lib qoldi. Shuning uchun
biz chet elliklar millatimiz uchun amaliy bir ish qilishimiz kerak, o'rnimizdan dast turishimiz kerak. Shuning uchun biz shu lager shoirlari to'xtamasdan so'zlayapmiz, guvohlik beryapmiz. Har qatim so'zlagan vaqtimizda biz o'zimizni shu lagerga bir qayta kirib chiqqandek ruhiy jihatdan ashtaq bir xil hissiyotga kelib qolamiz. Biz ana shundoq besimlarga bardoshlik berib turib so'zlayapmiz. Biroq yana shu chet eldan nurg'unlagan Uyg'ur millatimiz shu Xitoyninki nimadan besimlardan qo'rqib, yumshoq siyosat yurgizib qolamiz. Shulardan bir xil umid kutgan holatda yashayotdi. Men shu 3 yil turish jarayonida shuni his qildimki, Xitoy bilan Uyg'urniki do'st bo'lishi, ularniki bizga yumshoqroq bir siyosat yurgizishi mumkin emas. Shuning uchun biz davomli Xitoy bilan kurash qilishimiz kerak. Millatimizni erkinlikka chiqarish uchun bu chet elliklar barligimizni shu vatan xalq uchun atishimiz kerak. Vatanda qolib qolgan urug' tuqqanlarimga Xitoyniki ziyni yetib qolamdiki, Xitoy bizga nisbatan bir kamchilik qilib qolamdiki, bizga bir rahimdil qilib qolamdiki deganni o'ylamay, millatimiz uchun tik turishi, Xitoy bilan oxirigacha kurash qilishi kerak deb o'ylayman. Chunki men 10 yil Fransiya turgan jarayonda bir haqiqatmi ya namoyishlar qatnashib boqmagan, ya Xitoyga qarshi bir siyosiy harakat bilan shug'ullanib boqmagan. Shundoq to'g'ri turuqliq Xitoy meni akirib so'lidi 3 yilga yaqin shu jazo lagerida turib ko'rmaganni ko'rib keldim. Xitoydan umid kutish mumkin emas. Muhaciratdagi ba'zi bir Uyg'urlarimiz ba'zi vatandan kelgan xabarlarni yoki videolarni ko'rmaslikka tirishayotganligini anglayman men ham shaxsan. Masalan, o kayfiyatim buzilib ketayotgan, bolalarimizga vaqirayotganmiz degan gaplarni anglayman. Ama o'ylaymanki, sizlar shu barliq lager shoirlari to'xtamay da'voyimizni har yerda anlatib kelyapsizlar. Hatto o'tganda hammamiz bilyapmiz, 15 kun to'xtamay Yevropani qalbimiz tiqishgan, cho'glab chiqdi. Har kun anlatyapsizlar. Sizlarning shunday kayfiyatinglar albatta aşağıdaki insan qalbidan chiqqan zulmni ko'rgansizlar, har kun anlatyapsizlar, o'zingizni qanday kontrol qilyapsizlar kayfiyatinglarni. Ham shunda uni kayfiyatim buzilgan, psixologiyam buzilgan deganlarga qanday bir so'zlar bor? Bundan sonra hakikaten biz şu lagerdeki kunlarimizni, şu yerdeki milletimizin beşiği kelgen, halkımızın beşiği kelgen şu zulümni hakikaten sözlügen vaktimizde bizning psixikamiz buziladi, uyqumizga ta'sir etadi. Har qatim so'zlab bo'lgan vaqtida bizni uxlayolmaymiz necha kun. Biroq shu vatandagi shu hech qanday gunoh yo'q turib, shu lagerlarda, turmalarda azob chekayotgan shu xalqimizni o'ylagan vaqtimizda men hamma narsani unutmayman. Hamma narsadan voz kechaman. Şunun bilan men hozirgacha to'xtamasdan so'zlayapmiz. Bu so'zlayotgan yolg'iz men emas, butun lager shoirlar so'zlayapti. Endi biz shu hammamiz chet elda yashayapmiz. Biz so'zlasak, bizning so'zimizni anglaydigan davlatlar bor, bizga yesdoshlik qiladigan davlatlar bor. Biz cho'qim shunday so'zlash orqali millatimizning beshiga kelgan zulmni anglatish orqali o'zlarimiz turayotgan davlatdagi xalqlarniki yesdoshligini qo'lga keltirib, vatanga ozroq bir foydasi, yordami bo'ladigan ishlarni qilishimiz kerak. Chunki vatandagi xalqimizniki so'zlash erkinligi yo'q, ular so'zlayolmaydi. Agar shu lagerdan qo'yib berilgan taqdirda shular shuning ichida ko'rganlarini, beshiga kelganlarini so'zlasa, ularniki qaytib kirib ketish ehtimolligi bor. Shuning uchun biz chet elda yashayotganlar özümüz turayotgan şu davlatlarning afzalliklaridan foydalanib so'zlashimiz kerak. Uning kaynidan men uni ko'rsam bir xil psixikam buzildi ekan, shuning uchun anglamayman, ko'rmayman demasdan cho'qim shuni ko'rib, shu vatanimizda qanday ishlarning bo'layotganligini atrofdagi xalqlarga, tanishlarga so'zlab bersa, bizniki da'voyimizni texmi bir qadam olg'a ilgirlatishda, şu zulmni butun dunyoga oshkorlashda texmi yaxshi bir yordami bor deb o'ylayman. Yana bir ish 2018 yilning oxiri men jazo lagerida turayotgan vaqtimda biz Shuhrat Zokirniki bir chet ellik muxbirlarniki so'ragan savollarga bergan bir javobi besilgan bir gazetni ko'rgandim. Bu gazetni ko'rgandan keyin
biz şu lagerda turayotganlar shunchalik xush bo'lgan, shunchalik umidlangan, chet elniki bizningki ahvolimizdan xabar tepibdi, bizningki ishimizga aralashibdi deb biz shunchalik xush bo'lgan, shunchalik umidlangan. Shuning uchun shu vatandagi shu egichaqsiz qolib qolgan millatimizning butun umidi mush chet elda yashayotgan bizlardan umid kutyapti. Shuning uchun o'zimizning millatiga yana biz o'zimiz ega chiqishimiz kerak. Şu yerdeki şu zulümni yani davamlı sözleşimiz, anlatışımız gerek. Siz aş lagerda bütün zulümni öz gözünüz bilen köydünüz, beşinizni ötküzdünüz. Vatan sırtıdaki Uygurlar sizlerning aşı davatgaç lager toğırlı aşı zulümlarını diasporadaki Uygurlar qancha düşünüyordu sizningcha? Bu ular diaspora şu Uygurlarning qilayotgan hareket faaliyetleri sizinki yeterlikmi? Endi bizniki moya chet eldagi davo ishimizga kelgan vaqtida bir qarasam davaniki oldida menayotganlar shundoq bir xil kuyinib, haqiqatan butun vujudini, butun vaqtini kecha kunda sarf qilib turib davo ishini qilyotidi. Yani bir qarasam yani bir xil bu davarımız bir xil yeterlik emasdek, millatimizning ichida bir xil bölgünçülük ig'ir, susishib ketayotgandek, yana bir xil har xillar yozib necha partiyalar bo'linib ketayotgan, necha tashkilotlarga bo'linib ketayotgan ahvollar shunday ig'ir ekan. Shuning uchun men o'sha chet elda yashayotgan xalqimdan talab qilganim hammasi bir birlashgan bo'lsa, bütün gücünü bir yer ekilip, bir niyet, bir maqsadda şu vatandagi xalqimiz uchun kurash qilgan bo'lsa, unumi texmi yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Biroq ko'nlar degan kuch birlikda, ish unlikda deb intayin to'g'ri deb tikantoq. Agar hammasi birlashgan bo'lsa, biz yengolmaydigan hech qanday kuch yo'q. Cho'qim biz natija qozona oldik. Siz şu kursga ayollarni tarbiyalash kursi Parijdan keldiniz. Bu kursda hem ayollarni tarbiyalash hem yoshlarni tarbiyalash. Bu kursdagi hanım kızlar ve şu yoshlarni ko'rgandan keyin qanday o'yingiz, yoshlardan qanday bir talablarınız var? Hem bu kursda hem bütün dünyadaki yoshlarga nisbatan qanday bir talablarınız var? Umidlarınız var. Hem buncha yoshlarning aytdi aktiv bir tuvalqingiz ko'rib qanday bir hissiyatda bo'ldingiz? Ben şu 2 kunlik faaliyatdan yoshlarningki millatimizniki dava ishlariga shunchalik qiziqadiganligini, shuna aktiv holatda oldingi qatorda menishni orzu qilganligini ko'rib intayin xush bo'ldim, bir xil menda umid paydo bo'ldi. Chunki bu yoshlarningki nurg'ulg'an ortiqchiliklari bor. Ular hammasi o'zlari turayotgan shu davlatlardagi davlatningki tillarini shunday puxta biladi. Şu davlatningki sistemasini shunday yaxshi bilalaydi. Uning kaynidan nurg'ulg'an yangi texnikalarni ular shunday tez o'rganadi. Shuning uchun mushlar ortiqchiliklardan foydalanib, bizniki so'zlagan guvohliklarimizni, millatimizning beshiga kelgan shu zulmni atrofdagilar anglatsa, masalan, o'quvchilar maktabdan nurg'ulg'an saboqdoshlari bor, xizmatga chiqqandan keyin jamiyatdan nurg'ulg'an xizmatdoshlari bor bo'ldi. Shularga keng doirada tashviq qilsa, so'zlasa, uning kaydan bu millatimizniki davo ishlarida umid bor deb o'ylayman. Shuning uchun men yoshlarningki mushu davo ishida oldingi qatorda menishini haqiqatan chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Ben sizin kamptaki hayatınızda so'rab sizni yana bunu əsıltib ko'nglingizni beoram qilish demem yo'qdi, ama bir narsaga o'zim so'rg'im keldi. Mush kampda qancha uzoq turdingiz, bu yer nurg'un ig'ir besim inson qalbidan chiqqan kunlarni ko'rdinglar. Buning uchun ko'nglimiz haqiqatan yerim. Siz shu ig'ir zulmlarni ko'rgan vaqtda eng siz ig'ir kelgan, eng ko'nglingizdan chiqmaydigan ko'rgan ishlaringizni bilan gapiramiz yoki o'zingizga kelgan tutib turish markazida bütün ayollarning putik ishlanmagilik 0'dan tuvan 28-38 graduslik sovuqlarda shamoldatimiz deb taloga chiqib qo'yib bizni soatlab turg'izib qo'yib qiynaydi. Biz kichikgina kameraning ichida normalda 9 odam yotadigan kameraning ichida 30-40 odam. Keyin men nimaga jazo lageriga yutkilib ketgandan keyin bir kameraning ichida
50-60 adam yetipti. Bu vaqtida yetiş emas, ör turishmi, tik turishmi mumkin emas ekan. Buni men shulardan anladım. Mening kaynimda shu jazo lageriga bag'aladim, anladim. Shu kichikgina kamerning ichidan bizni faqat so'roq olib chiqqan vaqtida teshik chiqa oldik. Bo'lmasa shuning ichida atdigandan kashkichilik, shu qamoqxonadagi qoida tuzumlarini, qizil naqshini cho'qim yuqori ovoz bilan aytishimiz kerak. Faqat shu so'roq olib chiqqan vaqtida bishimizni qarxalta kiygizib, qo'limizni kaynichilab, ko'zni silib, uni keyin so'roqxonaga akirdi. So'roqxonada bir temir o'rindiq bor. Shu temir o'rindiqqa put qo'llarimizni muqimlashtirib qo'yib turib, uni keyin bizni so'roq qiladi. Mushu zulmlar yetmagandagidek bizni 4-oyning 1-kuni hamma ayollarni karavotga zanjirlab qo'ydi. Aslida putimizni kishanba kecha kunduz. Ben 20 gün zincirlerlik tutudum. Menden başka ayollar 2 ay hatta 10'dan artıq zincirlerlik tutudu. Bana en ağır kelgini muşu karvatga zincirlep koygan vaqtda 9-10 gün geçirik ben tarat kılamagan. Köpçülüknün aldıda şundaq bir xil nomus qildim. Şu vaqtida ben şu tunji qitim tarat qildim, şuna qattiq yig'lagan. Shuni men hozirgacha faqat unutib qolmayman. Vaqt münasibət bilan proqramımızı müşəb axırlaşdırırıq. Sizin bu proqramınız kəğiniz üçün köp rəhmət, həm də özünüzə təalluq olan göz qaraşlarınızı, həm kögəllərinizi anlatdığınız üçün köp rəhmət. Sizin köp rəhmət. Dedim çalışmakta diye yolumda, dedim ötkürnüne, dedi kulumdu, dedim satar mısın, o dedi yapayım.